Assalomu alaykum futbol loyiha YouTube kanal kuzatuvchilari. Bugun bizda navbatdagi tahliliy video Arsenal Real Madrid o'rtasidagi bahsni bugun birgalikda tahlil qilamiz. Arteta Ancelottiga master-klass o'tab berdi. O'zbekistonliklar, ya'ni Barselona klubi tarbiyalanuvchilari Real Madridga qarshi o'zgacha motivatsiya bilan maydonga tushishadi. Arteta ham shulardan bittasi edi. Keling, tahlilni boshlaymiz. Sizlar bilan Kamina Farhod To'lqunov, Futbol loyiha YouTube kanali boshladik. Chempionlar Ligasining chorak final bahslari ham start oldi. Arsenal o'z maydonida Real Madridni mehmon qildi. Ushbu bahsgacha jamoalar Chempionlar Ligasining 2005-2006 yilgi mavsumida nimchorak finalda to'qnash kelishgan. O'shanda Emiratesdagi bahsda 0-0 hisobi qayd etilgan edi. Bernabeuda esa 0-1 hisobida kanonirlar zafar quchishgan. Yagona golni Arsenal afsonasi Thierry Henry kiritgan. Deyarli 20 yil o'tib yana jamoalar uchrashishdi va Realning g'alabasiz seriyasi davom etadigan bo'ldi. Uchrashuv oldidan har bir jamoaning 5 tadan futbolchisi jarohat tufayli yordam bera olmadi va bir futbolchi diskvalifikatsiya tufayli. Havertz va Jesuslar jarohat olganidan keyin Arsenal hujumchisiz o'ynashga ko'nikib bo'ldi. Tomiyasu va Calafiorilar esa hali asosiy tarkib o'yinchisiga aylanib ulgurishmagandi. Gabriel Magalhãesning olgan jarohati jamoa uchun jiddiy yo'qotish. Sababi bilasiz, Saliba va Gabriel birgalikda dunyoning eng kuchli himoya juftligini hosil qilishgandi. Arsenal tarkibidagi diskvalifikatsiya Rahim Sterlingga tegishli edi, lekin bu juda katta yo'qotish emas. Realda esa Carvajal va Militao'larning jarohati haqida yaxshi bilasiz. Ular qatoriga endigina markaziy yarim himoyada Kroosning o'rnini to'ldirgan Ceballos ham qo'shilgani jamoaning markazidagi kreativlik va xotirjamlikni olib qo'ygan edi. Qolaversa, Chouameni ham diskvalifikatsiya tufayli ushbu bahs oldidan yarim himoyadagi muammolarni Arsenalga ko'rsatib berayotgandek edi. Hujumda aktiv bo'lmasa-da yaxshi himoyalanadigan Ferland Mendy ham jarohat tufayli o'yinni o'tkazib yubordi. Realning ikkinchi raqamli posboni Lunin ham ushbu bahsda jamoa uchun yordam bera olmadi. Keling endi uchrashuvga jamoalarning tanlagan tarkib sxemalari va o'yindagi har bir epizodni kichik detallargacha tahlil qilishga harakat qilamiz. Arsenal uchrashuvda 4-3-3 sxemasidan foydalandi. Markaziy hujumdagi Merino aldamchi 9lik vazifasida. Albatta jamoaning pressingdagi fenomenal harakatlari futbolchilarning joylashuviga yana o'yin davomida to'xtalamiz. Realdagi sxema esa odatdagidek 4-4-2. Realdagi yagona kutilmagan qaror bu juda yomon formada bo'lib turgan. Bir o'yinda 2 ta avtogol urgan Alabaning chap qanot himoyasiga tushirilgani bo'ldi. Arsenal ilk daqiqalardanoq aktiv pressing uyushtirishni boshladi. Birinchi daqiqadayoq Alabaning 10 sekund davomida outni amalga oshira olmaganidan ham buni bilsak bo'ladi. Real Madridning markazdagi barcha futbolchisi yopilgan edi. Lekin Real shu holatdan ham chiqib ketib, hujumni kuchsizroq bo'lsa-da zarba bilan yakunladi. Kylian yo'llagan zarbani Raya osonlik bilan qaytardi. Albatta ushbu vaziyatda Kivior ham biroz bo'shroq harakat qilgan edi. Arsenal o'z jarima maydoni ichida pas o'ynab, Real futbolchilarini o'z zonalariga chaqirib, raqib hududida bo'sh zonalar ochib hujumlar tashkil qilishdi. Jamoaning hujumgacha bo'lgan sxemasi 3-2-3 edi. Miles Lewis Skelly va Partey markazdan hujumlarni tashkil qilishdi. Kanalimiz kuzatuvchilari uchun Skellyning o'yini yangilik emas. Arsenalning Cityga qarshi o'yinida ham bunga to'xtalib o'tgan edik. Telegram kanalimizda Skelly uchun maxsus post ham bor. Lekin ikkinchi xavfli hujumni ham Real futbolchilari tashkil qilishdi. Bukayo Sakaning xatosidan so'ng Vinicius qochib ketgan edi. Lekin William Saliba juda to'g'ri pozitsiya tanlash evaziga hujumni bartaraf eta oldi. Qolaversa, Miles ham oxirgacha Mbappeni ta'qib qilib keldi. Arsenalning ilk xavfli hujumi esa Kamavinganing avtogoli bilan yakunlanishi mumkin edi. Sakaning uzatmasini Antonio uzoqlashtirmoqchi bo'lgan edi, lekin to'p Eduardoga tegib darvozabonning yonidan o'tib ketdi. Saka kornerning o'zidan to'pni darvozaga aylantirib kiritmoqchi bo'ldi, lekin Courtois o'z hisobiga ilk seyfni yozib qo'ydi. Arsenal standartlardan qanday foydalanishini juda yaxshi biladigan jamoa. Ushbu
Ushbu mavsumning o'zida klub Premyer Ligada 11 golni burchak zarbalarining o'zidan kiritgan. Bunday ishlanmalarda jamoaning standartlar bo'yicha murabbiy Nikolas Yoverning xizmati katta. Keyingi burchak zarbasidan ham jamoa gol urishi mumkin edi, ammo Saliba dala to'pda kutilmaganda darvozaga kirib ketayotgan to'pni qaytarib yubordi. Arsenalning pressingidan Real futbolchilari chiqib ketishga juda qiynalishdi va faqatgina to'pni oldindagi futbolchiga uzatish orqali chiqib ketmoqchi bo'lishdi. Lekin bu ham ko'pincha noaniq chiqdi. Arsenal esa aksincha Realning pressingini ko'rdim demasdan buzib, xavfli hujumlar tashkil qildi. Skeldi ko'pincha bu ishni a'lo darajada bajarib berdi. 13-daqiqada mana shunday tashkil qilingan hujumdan so'ng Martinelli jarima maydoni ichiga uzatma berdi. Asensio esa Rice'ning zarbasiga blok qo'ya oldi, lekin hujum davom etdi. Merino to'pni Partiga tashlab berdi. Partining kuchli zarbasini Courtois qiyinchilik bilan qaytarib, keyinchalik egallab oldi. Arsenal raqibdan kelib chiqib himoyadagi pozitsiyalarni yopishda 4-4-2 va 4-3-3 sxemalarida harakat qildi. Real outdan to'pni o'yinga kiritishga o'yin davomida juda qiynaldi. Arsenal vakillari 7 futbolchi bo'lib, bo'sh futbolchi qoldirishmadi. Individual mahorat evaziga qiyinchilik bilan bo'lsa-da, Real bu pressingdan chiqib ketdi. Arsenal esa umuman to'xtamadi. Pressing baribir natija keltirishini yaxshi bilardi va tezda to'pni qaytarib olaverdi. 18-daqiqada Asensio himoyada ishonchli harakat qildi. Birinchi bo'limda Kamavinga ham markazda juda ishonchli harakat qildi. Ketma-ket ikkita xavfli vaziyatda qoidadan buzmasdan raqib hujumini to'xtata olishi natijasida Real ham xavfli hujum tashkil qildi. Viniciusning zarbasiga biroz aniqlik yetishmadi. Realda mana shunday futbolchilarning tezkorligi natijasida vaziyatlar yuzaga kelib turdi. 24-daqiqada ham kutilmaganda Kivior xatolikka yo'l qo'ydi, lekin Saliba uning xatosini to'g'riladi. Real 31-daqiqada uchrashuvdagi eng xavfli hujumini tashkil qildi. Bellinghamning bir futbolchini aldab bergan uzatmasidan so'ng Kylian Mbappe darvozabon bilan birga bir holatga chiqib ketgan edi, lekin uning zarbasini Raya qaytardi. Arsenalning himoyachilari bir-birlarini yaxshi to'ldirishdi. Yuqorida Kiviorning xatosini Saliba to'g'rilaganini aytgan edik. Endi Salibaning xatosini Timber patkat orqali yopa oldi. Arsenalga markaziy hujumchi yo'qligi birinchi bo'limda biroz pand berdi. Sakaning qanotdan yorib kirib bergan uzatmalariga labbay deb javob beradigan hujumchi topilmadi. Arsenalning 42-daqiqada boshlangan hujumi 44-daqiqada 30 uzatmadan so'ng gol bilan yakunlanishi mumkin edi, lekin Courtois jamoasining birinchi bo'limni 0-0 hisobi bilan yakunlashini ta'minladi. Raul Asensio ushbu hujumda o'z pozitsiyasini tashlab chiqib ketishi natijasida Rice oson zarba yo'lladi. Kamavinga qo'shib berilgan daqiqalarda jamoasi jarima maydoni ichiga yaqinlasha olmagach, jarima maydoni tashqarisidan zarba yo'lladi, lekin noaniq. Birinchi bo'lim statistikasi quyidagicha edi. Arsenal ko'proq uzatma berdi, ko'proq xavfli vaziyat yaratdi, lekin vaziyatlardan foydalana olmagani uchun bu ustunlikni hisobda aks ettira olmayotgan edi. Ikkinchi bo'limda jamoalar o'zgarishlarsiz boshlashdi. Arsenal ikkinchi bo'limda ham pressing qilishdan to'xtamadi. O'zi hozirgi Arteta jamoasining ham eng ustun taraflaridan biri bu pressingdagi aktivlik va standartlar bo'lib turibdi. Real bu pressing natijasida to'pni faqat oldinga tepib yuborishga majbur bo'ldi. Bunday holat ushbu mavsumda Barsaga qarshi o'yinda ham kuzatildi. Real bunday uslubdagi jamoalarga qarshi juda qiyin o'yin o'tkazyapti. Avvalgi mavsumlarda Toni Kroos to'pni o'zida ushlab turib futbolchilarga bo'sh zonalar ochib berardi. Qolaversa kreativ paslari bilan hujumlarni tashkil qilardi. Kroosning o'rni yaqqol bilinyapti. Ceballos sekin-astalik bilan shu rolni bajarishni boshlayotgandi, lekin u ham jarohat olib jamoasiga yordam bera olmayapti. Real vaqti bilan himoyani yorib o'tishga harakat qildi, lekin yaqqol golli vaziyat yarata olmadi. Uzoqroqdan, burchakroqdan yo'llagan zarbalar noaniq ketdi. Rudy Bellingham va Mbappe ishtirokidagi hujum noaniq zarba bilan yakunlandi. Ikkinchi bo'limda ham Realning noaktiv bosimini Arsenal futbolchilari ko'rmasdan o'tib ketishdi. William Saliba hujumlarni boshlab beruvchi paslarni berdi. Umuman uchrashuv davomida eng ko'p uzatma bergan futbolchi Saliba edi. Fransiyalik himoyachi 82 ta pasdan bor yo'g'i ikkitasini noaniq amalga oshirdi. Declan Rice ham ushbu bahsda juda aktiv o'ynadi. Rice Merinoga ko'pincha
birinchi yordam bergani hujumga o'tdi. Lekin hujumda unga himoyachilar yaxshi qarshilik ko'rsata olishdi, ayniqsa Raul Asensio. 58-daqiqada esa Saka ishlagan jarima zarbasini Declan Rice darvozaga aylantirib joylab qo'ydi. Bungacha Rice hech qachon jarimadan gol kiritmagan edi. Declan 14 marotaba jarimadan zarba yo'llagan, lekin debyut jarima golini Real darvozasiga chorak finalda kiritdi. Bu shunchaki ajoyib edi. Golni qayta-qayta ko'rib ham maza qilaverasiz. Bahsdan keyin ushbu vaziyatdagi suhbat ma'lum qilindi. Edegor kross amalga oshirish kerakligini aytgan va o'zi oldinroqqa ketgan. Rice esa Sakaga tepmoqchiligini aytgan. Bukayo esa o'ziga ishonsa, tepish kerakligini aytgan edi. Va o'ziga ishongan Declan Rice super gol kiritdi. Golga Real ham darhol chiroyli gol bilan javob bermoqchi bo'ldi. Burchakdan uzatilgan to'pdan keyin Bellinghamning yo'llagan chiroyli zarbasi kuchsiz chiqdi va David Raya osonlik bilan egallab oldi. Arsenal hisobni ushlab qolishni biladigan jamoa. London klubi himoyaviy o'ynashni ham juda yaxshi o'zlashtirgan. Arteta jamoasi hisobda oldinga chiqib olgandan keyin ikki qavatli himoyani tashkil qilib 4-4-2 sxemasida himoyalanishni boshladi. Natijada Real xavfli hujum tashkil qila olmadi. Arsenal esa aksincha, bo'sh zonalar ochilishi bilan pozitsion hujumlarni yanada xavfliroq tashkil qilishni boshladi. Ayniqsa 67-daqiqadagi Arsenalning hujumi gol bilan yakunlanishi kerak edi. Lekin Tiboning ikkita fenomenal seyfi va Alabaning bitta qahramonligi evaziga jamoa gol kirita olmadi. Dastlab Martinelli Skellining yorib kirishidan so'ng zarba yo'llagan edi. Keyin esa Merino ikki bor chap oyog'ida kuchli zarbalar yo'lladi. Ikkisi ham aniq edi va xavfli edi. Lekin gol bilan yakunlanmadi. Burchak zarbasidan so'ng Rice 68-daqiqadayoq dublni rasmiylashtirishi mumkin edi, lekin Jude xuddi Alaba singari to'pni chiziq ustidan uzoqlashtirdi. Arsenalning esa to'xtash niyati yo'q edi. Yana Saka jarima zarbasi ishladi, bu safar chaproqdan. Rice baribir 70-daqiqada dublni rasmiylashtirdi. Qolaversa jarimadan dubl. Bunday jarimadan dublni Chempionlar Ligasi tarixida 4 futbolchi kirita olgan edi. Rivaldo, Ronaldo, Neymar va Ziyech. Lekin 4 futbolchining dubli ham guruh bosqichiga to'g'ri keladi. Play-off bosqichida esa hali hech kim jarimadan 2 gol kiritmagan edi. Ancelotti bu goldan keyin o'yinni o'zgartirish uchun Modricni olib, Lucas Vazquezni maydonga tushirdi. Ancelottining keyingi 2 o'zgarishini ham taxmin qilib topsa bo'ladi. Lucas Vazquezning hozirgi kundagi formasi na himoyani kuchaytira oladi, na hujumni. Lekin unga Carlo ishonishda davom etyapti. Arsenalda esa majburiy o'zgarish, ikkala jarima zarbasini ishlab bergan Saka maydonni tark etdi. Uning o'rniga Leandro Trossard o'yinga qo'shildi. Leandro chap qanotiga joylashdi, Martinelli esa o'ngga o'tdi. Arsenal Realni o'ziga kelib ulgurmasdan 3-golni ham kiritdi. Merino chap oyoqda bu safar Courtois qaytara olmaydigan qilib tepdi va gol kiritdi. Ushbu gol mehmonlarning shok holatida ekanligini yaqqol ko'rsatib berdi. Merinoning zarba yo'llashiga na himoyachilar, na yarim himoyachilar qarshilik ko'rsatishdi. Arsenalning barcha o'zgarishlari jarohat yoki futbolchining o'zini yomon his qilishi natijasida amalga oshdi va 5 taning 3tasidan foydalandi. Yutib turgan jamoaga juda katta o'zgarishlar kerak emas, buni tushunsa bo'ladi. Lekin yutqazayotgan jamoa umuman o'yinni o'xshamayotgan jamoaning 5 tadan 3ta o'zgarishda foydalanib, o'yinga umuman o'zgartirish kirita olmayotgani bu juda katta muammo. Ricening o'rniga Tierney maydonga tushdi. Realda esa Alaba o'rniga Fran Garcia. 3-0 yutqazayotgan jamoa qanot himoyachilarini yangilab oldi. Viniciusni ushbu bahsda Timber va Partey yeb qo'yishdi. Braziliyalik winger ushbu bahsda eng ko'p to'pni yo'qotgan futbolchi bo'ldi. Bundan tashqari Vinicius 5 ta yerdagi duelning bor yo'g'i bittasini o'z foydasiga hal etdi. Paslar aniqligi foizi 64. Real 3-o'zgarishni 85-daqiqada amalga oshirdi va odatdagidek triodagi eng ko'p mehnat qiladigan Rodrigo o'rniga Brahim Diaz tushdi. Real tarkibidagi eng faol futbolchi Eduardo Camavinga edi. U bunday mag'lubiyatga chiday olmadi va 94-daqiqada
ikkinchi sariq kartochkani olib, maydonni erta tark etdi. Umuman ushbu bahsda Realning ikki futbolchisi o'z darajasida o'yin namoyish etib berdi. Bulardan biri Kama bo'lsa, yana biri Courtois. Kamavinga o'yindagi eng ko'p himoyaviy harakatlarni amalga oshirgan futbolchi bo'ldi. Eduardo 4 bora to'pni uzoqlashtirgan, 3 marotaba raqib paslarini yutib olgan va 5 marotaba Arsenal futbolchilaridan to'pni olib qo'ygan. Courtois esa 5 bora jamoasini goldan qutqarib qoldi. Thibautning ikkinchi golda xatosi ham bor edi. To'g'ri, Rice mukammal zarba yo'llagandir, lekin bunday jarima zarbalarida darvozabonlar bu nuqtani yopishlari shart hisoblanadi. Courtois esa raqiblaridan endi chap oyoqli futbolchi zarba yo'llab aylantirishini kutgan edi, lekin bu xato bo'lib chiqdi. Uchrashuv oldidan Arsenal yirik hisobda g'alaba qozonishiga kamdan kam jamoa muxlislari ham ishonishardi. Lekin ushbu bahsdan keyin endi jamoa muxlislarida chempionlik umidlari oshib ketdi. Real Madrid muxlislari va ayrim futbolchilar keyingi o'yinda mo'jiza ro'y berib, remontada qilishlariga ishonishmoqda. Lekin buning uchun Arsenalga kamida 3 ta gol urish kerak bo'ladi. Arteta shogirdlari esa ushbu mavsumda hali birorta uchrashuvda o'z darvozasidan 3 tadan to'p olib chiqmadi. O'tgan mavsumda esa faqatgina 2 jamoa buning uddasidan chiqqan edi. Biri Luton Town, yana biri West Ham United. Lekin bu futbol. Futbolda, ayniqsa Chempionlar Ligasida va ayniqsa Real Madrid bilan shunga o'xshash dahshatli kambeklarni ko'rganmiz va shuning uchun ham futbolni, Chempionlar Ligasini haligacha muxlislar sevib tomosha qilishadi. Shu bilan navbatdagi videomiz ham yakuniga yetdi. Nima deb o'ylaysiz? Real Madrid kambek qila oladimi yoki Arsenal keyingi bosqichga chiqib bo'ldimi? Izohlarda yozib qoldiring. Sizlar bilan Farhod To'lqunov edi. Futbol loyiha YouTube kanali. Xayr, salomat bo'ling.